bizlar ulamolar ham biran vaqt sizlarni ba'zi harakatlaringga qarab mutashaddid bilan harakat qilamiz. Ba'd az hajdan kelgandan sonra, ba'd az safardan kelgandan sonra non berishling harom, valom mardumni yig'ib shukrona berishling harom, o'yindan jizipiz chiqarishling harom, taom berishling harom. Na, unday emasdi. Sizki sohani kattaratibsiz, qarzdor bo'lib masraf qilibsiz, sag'irlaringizga yegidayi yo'q vala falonidan kam qolmay deb tamomi do'kondordan u bu yog' furushlikdan u birinchi furushlikdan minglarchadan qarz olib masraf qilibsiz. Shu asosdan bizlar jiddiyat bilan gapiribmiz. Agarna safardan bir kishi qaytib kelsa, tavonoyisi bo'lsa, hech kimdan qarzdor bo'lmasa, bahotir shukronay Robbil alamin uchun Xudoga shukr, yo'l azobi bilarroq aytinglar. Go'r azobi degan ota va bobomizning gap bor edi. Shundan solim qaytib keldim atfollar va maydalarimni oldiga. Non bersam durustmi? Bali, shariatga durustdi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina Munawvaraga safardan qaytib kelganga janob Jobir bin Abdulloh aytdilarki, "Lamma qadimal Madina nahara juzuran aw baqaratan." Bir yaxshi mastiva va semistivani so'yib berdilar. yo bir ho'kizni so'yib berdilar. Alloh taoloning yo'liga baxotir shukrona uchun. Hojiki safar haramayndan keladi. Dar suratiki hech kimdan qarz olmasa ilgaroq aytdim, banomi naqi'a arabiga bir sadaqa bor, shu sadaqani bersin, o'yginasiga 4 ta ahbobi do'st kelsin, haqqinasiga ham duo qilsinki, yaxshi bo'ldi, solim va g'onim qaytib keldingiz. Robbil alamin sa'ilaringizni mashkur, hajlaringizni mabrur, toat ibodatlaringizni ham Alloh qabul qilsin, hamma duo qilib chiqib ketsin, hech mushkil shar'isi yo'q.